Bugun e'tiborimizni siz bilan birga birinchi o'rinda Yevropa yashil maydonlariga qaratamiz. Paris Saint-Germain, Barcelona hamda Inter jamoalari hammasi munosib. Yana bundan ham munosib jamoalar bor edi, lekin nima qilamizki, Yevropada top klublar ko'p, lekin yarim finalda 4 ta jamoa bo'ladi, finalda 2 ta, g'olib esa bitta bo'ladi. Eng kuchli top hujumchilarni oladigan bo'lsak, Dembele 3 talikda bormi? PSG natijaga erishadigan bo'lsa, Enrikeni e'tirof etishadi birinchi navbatda, chunki bu rostdan ham murabbiy birlamchi bo'lgan tizim. Enrike kambag'allarni Gvardiolasi deyiladi. Arsenalga nima bosim berdiki, ochilib bemalol Realga qarshi o'ynagandek, ijodkorlik yo'q. Arsenaldan har doim o'sha Madridda va Londonda o'tgan o'yinlarni kutish to'g'ri emas-da. Barselona va Inter Milan jangovar durang kutilganmidi? Hamma taxminlar bor edi, shunga o'xshagan fikrlar bor edi, ammo Inter ham bu darajada o'yin ko'rsatib yorishi yo'q edi. Interda himoyadan chiqish 80-daqiqalarda ham zo'r edi. Ya'ni qo'rqinchli prujinaga o'xshab chiqib ketardi. O'tirib chiqib Qanaqadir oxirgi paytlarda Rafinha o'z darajasida emasdek ko'rinyapti. Birinchi marta Flickni Barselonasi Realga qarshi qiynaldi. Vini haddan ziyod pasayish, endi solishtiradigan bo'lsak, o'tgan mavsumi bilan pastga quladi Vini. Mbappe balki jamoani sal buzib ham qo'ygan bo'lishi mumkinmikan deb o'ylayapman. Agar zo'r bo'lsa, Kylian Mbappe keyingi mavsumda isbotlasin, yutsin shu Barselona. Siz kuzatganmisiz shunaqa 9 kishi qolgan holatda qaysidir jamoa g'olib bo'lib ketganligini? O'zbek futboli uchun hali erishilmagan nuqtalar juda ko'p. To'xtab qolmasin va to'xtatib qolishmasin har xil tadbirlar bilan shu tomonda ham. Endi bu ham bor. Sharhlovchilik neytral bo'lishi kerak deyiladi-yu. Bu narsa aniq qoida bo'yicha yozib qo'yilganmi? Neytral bo'lish shartmi? Ha, bu narsa sharhlovchilar to'g'risidagi kodeksning 27-moddasi 1-bandida ko'rsatilgan. Bugungi mavzularimiz ko'p. Assalomu alaykum. Kunuzda yana kun podkasti biz boshladik. Bugungi dasturimiz endi kun podkasti bo'lgandan keyin aktual mavzuga yana to'xtalib o'tamiz. Va bugungi podkastimizda bizga yordam beradigan, hamrohlik qiladigan, hamsuhbat bo'ladigan do'stimiz, sport sharhlovchisi, futbol sharhlovchisi, jurnalist Orif Tolipov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Bugun e'tiborimizni siz bilan birga o'sha birinchi o'rinda Yevropa yashil maydonlariga qaratamiz. Chempionlar Ligasi o'yinlari bir necha kun oldin bo'lib o'tgan. Ikkita o'yin, asosiy ikkita o'yin PSG va Arsenal uyda bo'lib o'tgan va ikkinchi o'yin. Oldin birinchi o'yinga to'xtalib o'tsak. Arsenal PSG birinchi o'yin 0-1 hisobida PSJni g'alabasi bilan yakunlandi va o'yin shunday bo'lishi kutilganmidi? Yo'q, nazarimda bunaqa o'tishini men kutmagandim. Men shaxsan o'zimni qarashimni aytadigan bo'lsam, o'zi umuman avval shuni aytishim kerakki, Yevropa Chempionlar Ligasi yarim finaliga 4 ta munosib jamoa chiqdi. Ya'ni bu doim ham bo'lavermaydi. Ya'ni munosib deganda elit jamoalar bo'ladi, top klublar. Men shuni hisoblayman. Ancha bo'lganda, bunaqa bo'lgan emas. Masalan, o'tgan yil har holda Borussia Dortmund bor edi-da. Borussia Dortmundga chuqur hurmatni saqlagan holatda, u yaxshi klub, zo'r klub, iqtidorlarni chiqarib beradi, lekin 4 talikka kirsa bu boshidan balandga sakrashdek tuyuladi menga. Hozir Arsenal, Paris Saint-Germain, Barcelona hamda Inter jamoalari hammasi munosib. Yana bundan ham munosib jamoalar bor edi, lekin nima qilamizki, Yevropada top klublar ko'p, lekin yarim finalda 4 ta jamoa bo'ladi, finalda 2 ta, g'olib esa bitta bo'ladi. Raqobat katta. Shuni aytishim kerak va bu juda ham zo'r shakllanib qoldi to'rtlik. Buni nimada ko'rsa bo'ladi? O'sha umumiy guruh jadvali bo'ldi. Elyor eslasangiz, o'sha yangicha formatda umumiy turnir jadvali bo'ldi va o'shanda 8 ta tur nihoyasiga yetgandan keyin birinchi to'rttalikdagi 3 ta jamoani biz yarim finalda ko'ryapmiz. PSJdan boshqasi shu to'rttalikda bor edi. Hatto Liverpool ham bo'lishi mumkin edi, PSG chiqarib yubordi uni. Ya'ni Liverpool o'sha jadval yetakchisi edi. Bu yerda bo'lish imkoniyatiga hamma narsasi ega edi. Shunchaki Paris Saint-Germainga qarshi uchrashuvda endi ko'rdik nima bo'lganini, ajoyib uchrashuv. Darvozabonlar o'yiniga aylanib ketdi. Ozgina Donnarumma Alissondan ko'ra yaxshiroq harakat qildi va jamoasini olib chiqdi desa ham bo'ladi. Shu nuqtai nazardan zo'r yarim finalda muxlislarni faqat bu bilan nima deydi, tabriklash mumkin. Bayram. Endi futbol shunaqa kayfiyat taqdim etadi va men ko'rganlarim, ya'ni birinchi o'yin siz so'raganingiz o'sha Londondagi uchrashuvda men ochiqroq, ko'p golli o'yin kutgandim. Kimdan? Ikki jamoa futbol o'ynaydigan jamoa edi. Ya'ni taassurot shunaqa edi. Arteta hayot majbur qildi uni Angliya Premyer Ligasida qayerdadir pragmatik bo'lishga majbur bo'ldi, jarohatlar majbur qildi demoqchiman-da. Jarohatlar mavsum davomida yo'qotishlarning o'rnini to'ldirib harakat qildi va pragmatik, ya'ni raqibdan kelib chiqadigan yoki moslashuvchan o'yin qilishga majbur bo'ldi. Natija uchun kurashga majbur bo'ldi. Paris Saint-Germain hech qachon unaqa bo'lmagan. Ayniqsa Luis Enrike'da biz ko'rganimiz esa o'sha shanba oqshomida bo'lib o'tgan uchrashuv natija uchun o'ynadi. Qanaqa bo'ldi? Paris Saint-Germain tez gol urdi.
va keyin Arsenal javob berishga harakat qilib, javob berishga yaqin kelganda ko'rdiki, Paris Saint-Germain juda ochiq o'ynab bo'lmaydi. Himoyani ham ushlash kerak va majbur bo'ldi o'sha himoyani ushlab turib balans muvozanatni saqlashga va shu muvozanat saqlangan tufayli biz boshqa gol ko'rmadik. Endi bu yerda yana Donnarummaning o'yini, vaziyatlardan foydalana olmaslik. Bo'lishi mumkin edi, lekin. Ya, gol bo'lishi mumkin edi. Juda yaqin kelganda Arsenal. Kutilma gollarda 2 ga yaqin edi ikkala jamoada ham. 2 ga yaqin degani o'zi 3 tadan gol ursa ham bo'ladi degani. Bunday olib qaraganda o'rtacha shunaqa statistika chiqadi. Endi doim emas, o'rtacha shunaqa chiqadi. Shuning uchun hisob nuqtai nazaridan kutilmagan o'yin, agar o'yinni ichiga kiradigan bo'lsa, baribir o'sha yorqinlik bor edi ikkala jamoada, balki juda yuqori darajada emas, chunki bizga chorshanba kundagi o'yin endi o'lchov bo'lib qoladi-da. Endi u umuman teatr bo'lib ketdi, u dahshat o'yin bo'ldi. Bunisidan shunaqa o'yin kutgandim. Narigisida Inter bo'lgani uchun ko'pchilik himoya bo'ladi baribir, Barselona birinchi raqamda bo'ladi, o'zini maydonda bosib tashlaydi degan tasavvur bor edi. Aksariyati shunaqa edi, hatto Barsa muxlisi bo'lmaganlarda ham. Buni mana bu Londondagi uchrashuvda esa ikkalasi futbol o'ynashni yaxshi ko'radigan jamoa bo'lgani uchun bayram bo'ladi deb o'ylashgandi. Bayram ham qisman bo'ldi-yu, lekin juda bir tonggacha emasdi. Kelay, mana asosiy men e'tiborim tortgan narsa bu Usmon Dembele. Dembele Barselonada shuncha harakat qildi. Qanaqadir stabillik yetmadimi? To'g'ri, uni biz iqtidorini ko'rdik, driblingda, tezlikda iqtidorini hamma ko'rdi, lekin stabillik yetmadi, lekin PSG ga keldi. Unda ham birinchi mavsumda adashmasam Mbappe bilan birga maydonga tushganda baribir Mbappe yetakchiligini ko'rsatib qo'yardi. Lekin Mbappe ketgandan keyin Dembele oldinga chiqdi va o'zini ko'rsata oldi. Hozir mana shu eng kuchli top hujumchilarni oladigan bo'lsak, Dembele uchtalikda bormi? Hujumchi nimasi ham, tushunchasi ham juda o'zgarib ketdi-ku. Masalan, striker deya olmaymiz uni, lekin winger sifatida bor. Winger sifatida bor. Masalan, Salah ham o'sha pozitsiyani vakili, lekin juda ko'p gol uradi, shu bilan birga ko'p assist ham beradi. Usmon hali Borussia Dortmund ekanligida juda yosh chiqqan, Barselonaga juda katta pul evaziga transfer qilingan va Barselonada omadsizligining yagona sababi deb o'ylayman bu jarohatlar. Jarohatga juda moyil edi. U bilan bog'liq memlar bor. Hali Xavi kelib turib bo'ynidan ushlab qo'ysa ham jarohat oladigan futbolchi deb hazillashardi u bilan. Shunaqa kadrlar bor. Shuning uchun lekin hatto shu jarohatga moyilligida ham Barselonada yomon mavsumdan o'tkazmadi. To'g'ri, kutilgan emas. Chunki undan ko'pchilik ko'prog'ini kutgandi. Ya'ni bundan ham zo'r bo'lishini kutgandi. Messidan keyingi davrda o'ynagani uchun to'ldirishini kutgan bo'shliqlarni. Hozir mana Yamal nuqtasida o'ynayapti, shu Yamal darajasini kutishganda endi. Endi bu darajada chiqmadi, ammo o'ynaganda ko'rsangiz stabilda o'sha chempion bo'lgan mavsumda Xavi bilan adashmasam Dembelening hissasi juda katta edi bu yerda. O'sha uni uzatmalari, uni gollari bor edi. Hozir raqamlarni qiysimda-yu. Hozir Paris Saint-Germainda to'g'ri aytdingiz. Gap u yerda Mbappening ismida emas, umuman o'zi futbol jamoalarining qurilishi bor. Mana oddiy juda bir-biriga yaqin shu mavsumda misollar bor. Paris Saint-Germain, ya'ni Luis Enrique, Pep Guardiola hamda Flick ham qisman Barselona ham bu bitta maktab vakillari deb o'ylayman. To'g'ri, Flickda nemischa futbol elementlari bor, boyitgan, qo'shimcha qilgan, lekin baribir Barselonaga kelib turib u toza Bavariyani qurdi deya olmaymiz. Ya'ni to'g'ri. Omuqta qildi baribir. Omuqta qildi. Shu nuqtai nazardan aytmoqchimanki, mana nega bu jamoalarni sanadim? Mana Lewandowski o'ynamadi kechagi o'yinda va boshqacharoq futbol. Lewandowski bo'lsa boshqacharoq futbol, moslashga vaqtga. Chunki Ferran Torres bu soft striker hujumchi emas. Bajarishi mumkin vazifasini. Bajarishi mumkin, lekin uni fazilatlari, kuchli fazilatlari boshqacharoq. U jamoaviy ichkaridan, jarima maydonchasi tashqarisidan ham bemalol o'ynay oladigan, erkin harakat qiladigan futbolchi. Idealda. Lewandowski o'sha ko'proq yakunlovchi, nuqta qo'yuvchi. Endi Barselonada ham biroz moslashdi-yu. Xuddi shunaqa holat Manchester Cityda Holland bilan bor. Va Holland ham hozir yo'q. Lewandowski ham hozir yo'q, to'g'rimi? Va Holland yo'qligida Manchester City avvaliga boshlanishiga ozgina qiynaldi, lekin hozir statistikasini ko'rsangiz, Holland o'ynab yurgan davrdan ko'ra yaxshiroq, ko'proq gol. Bu nima degani? Holland yomon futbolchi degani emas. Shunchaki bu uslub Guardiolada Hollanddan avval bo'lgan, juda ko'p mavsumlar davomida va unga agar jamoa tushib ketsa, klub o'ynaydi. Ya'ni bu avval sinab ko'rilgan, bu kashfiyot emas. Juda bir-birini topib olgan. Paris Saint-Germainda nima gapni uzoqdan olib keldim? Paris Saint-Germainda esa xuddi shu narsa Kylian Mbappe ketgandan keyin yuz berdi. Ya'ni u yerda shaxs, bitta alohida shaxs kerak emas bunaqa sxemaga. Shuning uchun Guardiola aytishadiki, yulduzsiz, ya'ni super yulduzsiz jamoa quradi. Masalan, eng yaqini De Bruyne deyishardi-da, lekin De Bruyneda ham xarizma yo'q edi. Masalan, uni yonma-yon qo'ya olmasdik. Liverpoolda Salah, Van Dijklar bo'lardi.
City'da o'sha hamma narsani yutgan mavsum, undan emas, undan avvalgi Hollandgacha bo'lgan davrda faqat Gvardiola nomi aytilardi ko'pincha. Enrikeda ham shunaqa. Hozir Dembeleni siz ajratyapsiz, yana kimdir Dueni aytadi, kimdir Vitinhani aytadi, boshqa, lekin umuman oqibat agar PSG natijaga erishadigan bo'lsa, Enrikeni e'tirof etishadi birinchi navbatda, chunki bu rostdan ham murabbiy birlamchi bo'lgan tizim. Murabbiy birlamchi. Flickda ham shunaqa. Flickda o'ta yorqin baribir futbolchilar, sal qiyin bo'lsa kerak. Xo'p, unda Enrike haqida mana Enrikeni birlamchi deyapsiz. Enrike Barselonada o'ynaganda ham, Barselonani boshqarganda ham jamoa katta natijalarga erishgan, lekin o'sha o'yinlarda baribir Enrikeni ta'sirini juda katta deb hisoblashmagan. Yo'q, bu bemalol bahsasi bo'lgan narsa, chunki Enrike o'sha uchlikni shakllantirgan murabbiy hisoblanadi. Enrikeni ta'siri bo'lmagan uni murabbiyligidagi jamoa yo'q. Men ochig'i juda eshitmaganman, sizdan eshityapman. Ya'ni bo'lishi mumkin bu narsa, to'g'ri. Kimdirlar shuna Enrikeni ta'siri yo'q deb hisoblash mumkin, lekin Enrike yaqin-yaqinga shunaqa deyilardi, gap bor edi, kambag'allarni Gvardiolasi deyilardi. Endi u o'zi hozir PSJdan keyin voqelikka tushmaydi, lekin PSJgacha shunaqa edi. Ya'ni u aytishardiki, budjetni katta bo'lmasa ham yaxshi o'ynaydigan jamoa qura oladigan murabbiy deyishardi. Ya'ni arab shayxlarining puli kerak bo'lmagan, lekin o'sha darajani beradigan. Endi hozir PSJga kelib turib biz unaqa deya olmaymiz, uning hech qanaqasiga haligi puldan muammosi yo'q, lekin u meni dunyoda eng yaxshi ko'rgan murabbiylardan bittasi Gvardiolaning qatorida unchalik maydonda qo'lini, imzosini ko'rsatadigan men murabbiylarni hozir sanoqli deb bilaman-da. O'zi mana 4 ta chiqdi-ku. 4 talar zo'r murabbiy. Dahshat murabbiy. Reyting tuziladigan bo'lsa men Enrikeni birinchi o'ringa qo'yaman. Ya'ni agar shu murabbiylardan, klublar emas, murabbiylar bo'yicha reyting tuzib berish 4tasini ichida desam, men Enrikeni birinchi qo'yaman. Keyin Flick qo'yaman, keyin Inzaghi, keyin Artetani qo'yaman. Arsenal bosim ostida o'ynadi deb hisoblaysizmi kechagi o'yinda? Va bu nimani natijasida bo'ldi? Arsenalga nima bosim berdiki, bunaqa qandaydir ochilib bemalol Realga qarshi o'ynagandek, ijodkorlik yo'q, shu narsa yopilib qoldi. O'sha Realdan keyingi bosimda ko'p ehtimol, chunki Realdan keyin Arsenalga bo'lgan kutilmalar ortib ketdi. Ya'ni o'ziga ishonchmi boshqalar tomonidan? Menimcha Realdan keyin Arsenalga hamma boshqacha qarashni boshladi-da. Xalqaro maydonda. Keyin ichki chempionatda mana Arsenal muxlislari xafa bo'lishmasin, ko'pchiligi o'zi biladi ham, achchiq haqiqat sifatida o'zligi qabul qilishadi. Wenger vaqti 4-jamoa edi, doim 4 bo'lardi. Arteta davrida 2-jamoa bo'lib qolyapti. Ya'ni tepada kim bo'lishi ahamiyati yo'q. Yo Liverpool bo'ladi, Manchester City bo'ladi, Arsenal 2 bo'ladi. Baribir 2 da qolyapti. 2 da bo'lyapti. Va bu ma'lum psixologik bosimni yuzaga keltiradi futbolchilar uchun. Va endi Chempionlar Ligasiga keladigan bo'lsak, Realdan keyin ular Realni yutdi-ku. Ular Realni yutgandan keyin masalan Arsenaldan har doim o'sha Madridda va Londonda o'tgan o'yinlarni kutish to'g'ri emas-da. To'g'ri emas. Va shuni kuta boshlashdi. O'zi aslida yomon o'ynamadi Arsenal, faqat o'sha 30 daqiqada PSG juda ham yaxshi boshladi. Birinchi gol bo'lib qoldi. Endi PSJda baribir o'yin shakllanganligi nuqtai nazaridan Arsenaldan yaxshiroq. Arsenal hozir shunaqaki, Realni ham yutgani, ayniqsa javob uchrashuvda yutgani murabbiyni hissasi bo'ldi. Juda ham o'sha pragmatikligini ishga soldi javob uchrashuvida va bunga erishdi. Ya'ni birinchi uchrashuvda u boshqa mavzu lekin. Birinchi uchrashuvda endi o'sha bitta o'yinchining aynan harakatlari natijasida yutib ketdi, shu tomoni ham bor. Lekin men shunaqa o'ylayman, Realni qaysidir jamoa yutsa, butun masalan o'tgan yilgi Real umuman dahshatli bo'lgan-ku. Oldindan chiqqan qaysi komanda bo'lsa, jamoani hammasini yer ishlatgan. Bu yilda endi o'zining muammolari bor va biz o'sha umumiy dahshatli bo'lgan Realni yengdik degan bosimni o'ziga nisbatan bersa kerak-da. Bo'ldi, biz oldimizdan chiqqaniga o'yna olamiz har qanaqasiga. O'zi oxirgi yillarda yo Real chempion bo'lgan, yo Realni yutgan jamoa chempion bo'lganda. Endi bu narsa bor, siz aytayotgan narsa haqiqatan ham o'zgarib qoladi-da. Jamoaga masalan kutilma 100 talik ro'yxatda masalan 80 daraja bo'lgan bo'lsa 90 ga ortadi. Ya'ni kutilmalar oshib ketadi Arsenalda. Va bu tabiiy jamoa atrofida bosim yuzaga keltiradi. Keyin chempionatdan yuta olmagani va faqat Chempionlar Ligasi qolayotgani. Lekin baribir Parijda zo'r o'yin bo'ladi hali. Mana shu endi shu mavzuni yakunlab qo'yamiz. Endi PSG Arsenal o'yini qanaqa natija bo'lishi mumkin? Nimalarni kutyapsiz? 50-50 deganim birinchi uchrashuvdan avval, endi hozir unaqa emas. Muvozanatni buzdi Enrike jamoasi, ustunligi bor jamoa, ustunligi bor.
va mani favoritim Paris Saint-Germainga aylandi. Lekin Arsenalni o'sha baribir endi Arsenal birinchi navbatda himoyasini ushlash kerak. Himoyasini ushlash kerak. Darvozabon yana qahramonlik ko'rsatish kerak bo'ladi, chunki PSJda imkoniyat baribir bo'ladi. Bu aniq. Arsenal himoyasini mukammal o'tkazmasa, shu 90 daqiqani bilmayman, 120 daqiqani mukammal o'tkazmasa, qiyin. Ya'ni vaziyat yaratish bo'yicha Yevropadagi eng kuchli jamoaga qarshi o'ynaydi. To'g'ri, kimdir ko'pchilik aytadi, "Va Fransiyada yaratib yuribdi" deydi. Lekin Paris Saint-Germain Angliya klublarini chiqarib yuboradi musobaqadan. O'sha Liverpoolni chiqarib yubordi. Aston Villa bilan o'ynadimi? Aston Villa bilan o'ynadi. Shuning uchun hozir mana Arsenal. Qarang, mana men hozir eslolmayapman. PSJga shu vaqtga qadar murabbiylar orasida ispan murabbiy kelganmidi? Men hozir o'ylab qoldimda, nahotki ular ispancha o'yinga muhtoj bo'lgan bo'lsa, shu paytga qadar yorib chiqyapti-da, bu taktikasi bilan, anu Kvaratskhelia va narigi tomondan Duve o'yinlar mayatnikka o'xshab ishlayapti, o'rtada Dembele yaxshi natijani beryapti. Men o'yladim. Kim biladi tomoshabinlar? Aynan pasport nuqtai nazaridan emas, futbol nuqtai nazaridan qaralsa, Pochettino ishlagan davr ham bu toza ispancha emas, lekin shunga yaqin. Tuchelni ham aytamiz, Tuchel nemis murabbiyi, lekin futbol bir-biriga juda ham globallashib qorishib ketganda, toza ispancha futbol, o'shaning uchun men shunaqa nimadan qochaman. Inglizcha futbol, italyancha futbol bu asr avvaldagi tushunchalar deb o'ylayman-da. O'tgan asr emas. Italyancha futbolchi hamma himoyaviy futbolchi. Lekin mana Intergacha italyancha futbol o'ynadimi? Yo'q. Lekin g'irt italiyalik mutaxassis yoki deylik Italiyaning eng klassik jamoalaridan bittasi. U allaqachon o'zgargan. Italyancha futbol degani, himoyaviy futbol degani bu o'zini oqlamaydigan nima deydi? Eskirgan tushuncha. Ispancha futbol ham, ispancha futbol desa bo'ladi. Endi men ko'proq nazoratga asoslangan, to'p nazoratiga asoslangan futbol deyman-da. Shunaqa futbol murabbiylari PSJda bo'lgan. Tuchel ham shunaqa qisman, Pochettino ham shunaqa, Emery ishlagan. Millati boshqa bo'lsa ham shu uslubdan foydalangan bundoq qaraganda. Uni Emery ispancha, agar lekin u ispan murabbiy emas, tipik ispan murabbiy emas mana sizga. Ya'ni shu ham misolda. Ya'ni mana ispancha futbol deyapmiz, Ispaniya murabbiyini qidiryapmiz, lekin Emery ishlagan, lekin u ispancha futbolni haligi flagmani emas. Flagmani Guardiola bo'lsa yoki mana De La Fuentes hozir kunda yoki mana Enrique bo'ladigan bo'lsa, Arteta bo'ladigan bo'lsa, Enrique unaqa, Emery unaqa emas. Endi bu yerda hammasi yulduzga kelishgan. Bitta muvaffaqiyat yaralishi uchun komponentlar, ya'ni tarkibiy qismlar bo'ladi-da. Mana guli-guliga mos tushish kerak demoqchisiz. Yulduzga to'g'ri kelish kerak-da. Xullas shuning uchun bunda bitta sabab, masalan, faqat Enrique kelgani uchun emas. Enrique kelgandan keyin Mbappe ketdi, o'sha Xvicha zo'r qo'shildi, Dembele ochildi, Duve degan futbolchi yetishib chiqdi, Vitinha o'zini eng zo'r mavsumni ko'rsatyapti. Donnarumma nihoyat Gianluigiga aylanayapti. Haqiqiy Gianluigi. Haqiqiy Gianluigi. U endi shu paytgacha Donnarumma edi, hozir endi Gianluigi nomi trendga chiqyapti. Zo'r. Endi shu paytgacha deyman, Yevroda ham zo'r o'ynab olgan, lekin xatolari ham bo'lganda. Masalan, meni Donnarumma shu paytgacha xotiramda Benzemaga to'pni berib qo'ygan vaziyat qoladi-da. Va endi sekin-sekin bu narsa parchalanadi. Yosh muxlislar. Unutyapsizmi? Parchalanadi. Endi unutish emas, har holda shu fikr o'zgaradi. Xo'p, favorit kim? Arsenal, PSG? Paris Saint-Germain. Hozir favoritga Paris Saint-Germain aylandi, lekin ikkinchi raqam ostida o'ynash balki Arsenalga qulaydir. Foydaliroq bo'lishi mumkin. Xo'p, yaxshi. Endi qolganini bizni kuzatuvchilarimizga ham qoldiramiz. Ular o'zlarining fikrlarini bildirishadi. Keyingi o'yin o'sha PSG Arsenal o'yinida favorit sizningcha kim bo'lishi mumkin? Birinchi mavzu bo'yicha bergan fikrlaringiz uchun sizni taqdirlayman. Bitta suv beraman sizga. Endi ikkinchi eng shouga aylanib ketgan o'yin, balki ko'pchilik kutgandir, balki kutilmagan o'yin bo'lgandir. Barselona Inter Milan o'yini 3-3 hisobida jangovar durang. Biz muxlismiz. Biz o'zimizni muxlis nuqtai nazaridan, nafaqat men, kuzatayotganlarim muxlis nuqtai nazaridan fikrni bildiradi. Lekin sharhlovchilar bu o'yinga qanaqa munosabat bildiradi, bu muhim. Chunki sizlarda baribir neytrallik juda ham asosiy faktor hisoblanadi. Hali bu mavzuga alohida to'xtalamiz. Hozir o'sha Barselona va Inter Milan jangovar durang kutilganmidi? Biz ham muxlismiz, sizlar. Mana shunaqa futbollar muxlis, hamma muxlis. Shoularni muxlisimiz. Bu hammamizni futbolga shunaqa o'yinlar olib kirgan deb o'ylayman.
Ya'ni futbol teletranslyatsiyalari televizor orqali yoki o'sha smartfon gadjet ko'rish mumkin bo'lgan bitta kontentni bitta xili, telefilmlar. Futbolga nima qiziqtirishi mumkin? Futbolga kechagidagi o'yinlar qiziqtirishi mumkin. Va masalan deylik, ko'pchilik odatda 9-10 yosh bo'ladi. Futbolni yaxshi ko'rib qolgan davr 9-10 yosh. Ya'ni ko'rib yaxshi ko'rib qolgan davr. Kechagi o'yinni qaysidir 9-10 yoshli bir muxlis bolakay ko'rgan bo'lsa, futbolni yaxshi ko'rib qolgan va o'ziga jamoa tanlagan, aniq. Yo Interni tanlagan, yo Barselona tanlagan, yo Yamalni tanlagan, yo Dumfriesni tanlagan. Shunaqa o'yin bo'ldi. Ya'ni haqiqiy ssenariysi Gollivudda yozilgan o'yin bo'ldi. Oxirigacha qizitib berdi. Uchrashuv davomida burilishlar bo'ldi va go'zallik. Aktyorlar ham hammasi kastingi zo'r bo'lganda, unda olib qaragan bo'lsa, eng zo'r ijrochilarni tanlashgan bo'lib chiqdi. Kino tilida aytilgan, shunaqa tanlagan bo'lib chiqishdi va zavq oldik. Ya'ni sharhlovchi bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, sharhlovchi ham oxir oqibat muxlis, faqat biror jamoani muxlis emas, odatda taomilga ko'ra futbol muxlis. Va kecha maza qildim, ko'pchilik qatori. Kutganmidingiz degan savolga yo'q. Mana bu yerda bunaqa o'yinni kutmagandim. Mana o'yinlarga modellashtiramiz. Bizda ham ko'rsatuvlar bor, podkastlar, ya'ni nima deydi, studiya ko'rsatuvlar bor va o'shanda tabiiyki o'yindan oldin efirga chiqqanimizda nima o'yin kutamiz degan savollar bo'ladi. U yerda aytiladiki, bir nechta ssenariylar, masalan deylik, Barselona tez gol uradigan bo'lsa, ulanib ketishi mumkin, Barselona yirik hisobda g'alaba qozonishi mumkin degan fikr ham kecha juda ko'p yangradi. Men hamkasblarim muhokama qilgandi. Bu bitta variant edi. Ikkinchisi, agar gol kechikadigan bo'lsa, Inter yopilib oladigan bo'lsa, bu oxirigacha davom etishi mumkin. Yo minimal hisob yoki deylik 0-0 gacha olib borishi mumkin Interning himoyasi yaxshiligini. Chunki 3 markaziy himoyachi bilan o'ynaydi, himoyasi ham yomon emas. Hamma taxminlar bor edi, shunga o'xshagan fikrlar bor edi, ammo Inter ham bu darajada o'yin ko'rsatib yuborishi yo'q edi. Barselona muxlislari menimcha to'g'ri tushunishadi. Barselonadan kechagidek o'yin, kechagidan yaxshiroq o'yinni ham biz mavsum davomida ko'rdik. Bu nima desam ekan? Navbatdagi zo'r o'yini Barselonani. Navbatdagi zo'r uchrashuvi. Yamalni navbatdagi zo'r o'yini balki kimdir, bu eng zo'r o'yin deyish ham mumkin, qo'shilaman. Lekin Inter uchun kecha men nazarimda mavsumdagi eng zo'r o'yinlardan bittasi bo'ldi. Va bu qo'shimchasiga o'sha mag'lubiyatlardan keyin kelayotgani, Kubiku A seriyada ochko yo'qotib, mag'lubiyatga uchrab kelayotgani shu kutilmalarni o'zgartirdi. O'zi Bavariyani Inter yutganda, men aytgandimki, bu bosh og'riq bo'ladi Barselonaga. Oson emas. Bu kimga bo'lsa ham bosh og'riq bo'ladi. Kimga bo'ladi? Barselonaga bosh og'riq bo'ladi. Barselona favorit, lekin Inter chiqsa men sensatsiya bo'ldi demayman. Hozir ham demayman. Barselona jamoasi esa o'z maydonida kecha o'zi kechroq ham uyg'ondi. Qo'shilishadi menimcha tomoshabinlar ko'pchiligi. Ya'ni Yamal gol urgunicha Barselonada oldinda ishlar yaxshi emasdi. Va Lamin Yamal nomiga atalgan o'yin bo'ldi. Kecha to'g'ri Dumfriesga berildi, eng yaxshi futbolchi, lekin Yamalga ham bersa bo'lardi. 50-50 edi. Va Yamal endi bu men bilmayman ochig'i kimgadir qiyos qilishi. Ya'ni bu yoshida bunaqa o'yin ko'rsatgan futbolchini men ko'rmaganman. Mendan yoshi katta muxlislar ham, mutaxassislar masalan Qahramon aka Aslanov ham yozdi. Ya'ni yozishga majbur qilyapti va bu tabiiy chiqyapti. O'yin kutilmagan bo'ldi, qisqa aytganda, va menimcha yaqin tarixda ko'rgan eng zo'r o'yinlarimdan biri bo'ldi. Shunaqa haqiqatan ham. Lekin men o'zimni qiziqtirdi bitta narsa. Mag'lubiyatdan aslida o'zi kim qutulib qoldi ekan? 3-3 durang, jangovar. To'g'ri, mehmonda o'ynadi Inter. Lekin agar e'tibor bergan bo'lsangiz, birinchi taym yakunida ham Flick hatto 20 soniya uchun kurashishni so'rab turdi. Hakamlarga e'tibor qaratdim. Ya'ni aytmoqchimanki, ularda shu 20 soniya uchun ham maydonni har bir qarich uchun harakat qilib to'pni bir amalab olib borib shu gol urish maqsad qilingan. Lekin shu taymlarda ba'zi bir joyda, aynan ikkinchi taymda ham o'sha Inter o'zini yetakchi futbolchilari bilan birga oldinga qarab bosdi va qo'lidan kelishini isbotladi. Yo'q dedi, men ura olaman, biz ura olamiz degan so'zni o'sha yerda maydonda ko'rsatdi oldi va o'yladim. Kim o'zi mag'lubiyatdan qutulib qoldi ekan? Yo'q, ba'zida durangli uchrashuvlar ham bo'ladi. Kecha men nazarimda shunaqa uchrashuvlardan bittasi bo'ldi. Ya'ni g'olibi yo'q, mag'lubi yo'q uchrashuv o'tdi kecha. Endi agar ichiga kiradigan bo'lsa, ya'ni nimani hisobiga bunaqa o'yin bo'lib ketdi? Birinchi navbatda Barselonani yo'qotishlarini o'rni katta. Ya'ni o'yin boshlanayotganda Barselonada allaqachon ikkita katta yo'qotish bor edi. Lewandowski hamda Balde.
Lewandowskini yo'qotishini u safdan chiqqandan keyin Flick repetitsiya qilib Ferran Torres bilan moslashib olgandi allaqachon. Klassikoni shunaqa o'ynadi, zo'r o'ynadi, yutib ketdi. Lekin Gerard Martin bilan Baldeni o'rnini to'ldirishga ulgurmadi. Kecha Gerard Martin o'zi harakat qilgan duellarni asosiy katta qismida yutqazdi agar hammasida bo'lmasa. Va aksiga olib Interni qanotlari bu eng kuchli jihat, eng kuchli qurol hisoblanadi. Va Flick bu narsaga yechim bera olmadi. Endi u jismonan yechim bera olmadi. Ya'ni Flick aqli yetmadi emas, unda boshqa qo'l ostida imkoni yo'q. Va kecha endi aksiga olib turib kunda ham safiga chiqyapti. Hozir endi Barselona muxlislarini baxtiga Balde qaytadi. Javob o'yiniga shunaqa deyishyapti. Endi bilmadim qanaqa formada qaytadi. Lekin Interga qarshi qanot futbolchilar asosiy bo'lmasligi bu fojia, fojiaga yaqin narsa. Ya'ni juda qiyin, muammo deylik, mayli fojia demaylik. Muammo va mana shu o'yinni o'zi balanslashtirib qo'ydi. Agar Barselonada ideal bo'lganda tarkib, meni nazarimda buni qo'yin ko'rmasdik. Sal baribir Inter qiynalardi, g'alaba Barselona tarafida bo'lardi ko'p ehtimol. Inter o'zini ham e'tirof etish kerak. Mana siz birinchi taym oxirini aytyapsiz-ku, ikkinchi taym ikkinchi qismida oxirgi 15 daqiqada Barselona jismonan charchab qoldi. Va Interda esa chiqish, o'zi Xayrul aka sharh taym aytdi. Ya'ni dunyoni bu mavsumdagi eng zo'r build-upi, ya'ni himoyadan hujumga chiqishi va eng zo'r pressingi o'ynayapti deb, ya'ni Barselona nazarda tutib aytdilar. Mana shunaqa o'rinda nazarda tutdilar. Har holda men shunaqa tushundim va Interda himoyadan chiqish 80-daqiqalarda ham zo'r edi. Ya'ni qo'rqinchli prujinaga o'xshab chiqib ketardi. Ya'ni o'tirib chiqib ketardi. Ikkita uzatma bilan va bu uzatmalardagi saviya sezilib turibdi. Ya'ni tovon bilan uzatmalar. Ya'ni futbolchilarcha maydonda shunchaki vazifasini bajarmadi. Ular ijod qilishdi. Hamma harakati, endi gollar o'zi hammasi 6 ta goldan 5 tasi shedevr. Masalan, top 10 talik tuzilsa, shu 5 ta golni hammasini kiritsa bo'ladi. Shuning uchun men o'ylayman kecha nima deydi, ko'rish kerak bo'lgan o'yinlar, jonli kuzatish kerak bo'lgan o'yinlardan bittasi bo'lib o'tdi va menimcha biz yanglishmadik ko'rib. Qarang, 3 ta top 3 talikni hozir o'zingiz aytdingiz, esimga keldi. Top 3 talikni tuzadigan bo'lsak, o'sha gollar bo'yicha qaysi 1, 2, 3? Men qiynalaman Yamal bilan birinchi gol Dumfries birinchi gol ni qo'yishga. Thuram urdi-yu birinchi. Thuram birinchi gol. Thuram tovon bilan urgan gol. Ya'ni shu ikkita golni qaysi birini birga qo'yishga qiynalaman. Narigisi nuqtali ijro, bunisi endi Yamalni top olgandagi harakatini agar kuzatsanglar, bu taxminan 25-30 yoshdagi Messi-da. Messi. Dahshat. Undan keyingi vaziyat. Shuning uchun mayli Yamal deylik, Yamal. Chunki u yerda mehnati ham bor, o'zi kirib turib, ya'ni matematik o'lchov bor. Mana bunisi alman deydi. Bunaqa gol nodir. Yamal yana bitta shunaqa gol urishi mumkin edi. Ya'ni uni mahorati bor edi. Shunga yetardi. Yamal 1, Thuram 2, endi nima Dumfries gol 3. O'zini qaychi, yarim qaychi uslubida qilgan. Rafinha'ning goli adashmasam ishlanganda, u oldin ishlab tayyorlab qo'yilgan darsi. Agar bo'lardi bunda, agar darvozabonga tegib emas, o'sha to'sin bilan kirganda endi ideallashib ketardi. Unda endi darvozabonga kirdi, avtogol deb yozildi-da. Endi uni biz darvozabonga yoza qolamiz unda. O'zi rasman ham shunaqa yoziladi, men ko'p ehtimol shunaqa bo'ldi. Barselona mana shu o'yinga kelishdan oldin katta o'yinlarni o'tkazib keldi, xususan o'sha El Clasiconi o'tkazib keldi va bu narsani misol uchun Barselona ikki tomondan qarash mumkin-ku. Barselona g'olib bo'lib kelib, yaxshi kayfiyat bilan keldi va o'zi kutmagan 3-3 hisobi bo'ldi. Bu bir qarash. Ikkinchi qarash, Barselona garchi natijaga erishib kubok olgan bo'lsa-da, lekin baribir bu narsani unutib inkor etib bo'lmaydi. Charchoq bilan keldi va bu narsa natijaga ta'sirini ko'rsatdi. Siz qaysi tomonga qo'shilasiz? Ikkinchisiga ko'proq. Ikkinchisiga, ya'ni charchoqdan ham ko'rachi, masalan, bir muvaffaqiyatga erishganingizdacha ichingiz bo'shab qoladi. Hech bo'lganmisizda, masalan, katta muvaffaqiyatga erishganingizdan keyin maqsad qilib yurgan maqsadlaringizdan bittasiga erishsangiz, yengil bo'ladi, yengil bo'lasiz, konsentratsiyangiz yo'qoladi. Va futbolchilarga bu juda qiyin. Mana Liverpoolda yoki treble qayd eta olmaydigan jamoalarni, ya'ni qiynaladigan jamoalarning nima muammosi? Mana eng zo'r misolni nima aytgan? Temur Kapadze menimcha Kunuzda ham aytgan, bizga ham aytgan, ko'p joyda aytgan. Ya'ni Olimpiada yo'llanmasi qo'lga kiritilgan o'yin bor, Osiyo Kubogida. O'sha o'yindan keyin finalga konsentratsiya bilan jamoani, futbolchilarni olib borish qiyin edi. Ya'ni butun mamlakat, butun futbolchilar Olimpiada yo'llanmasi uchun deb turgan ichida va bu yo'llanma qo'lga kiritilgandan keyin siz ichingizdan bo'shab qolasiz-da. Ya'ni energiyangiz
energiyangizni qayta yig'ib ola olmaysiz. Tashqariga chiqib ketadi energiya. Birinchidan bayram qilasiz. Va o'sha kuni bayram qildi. Endi bayramni hamma har xil qiladi. Shuning uchun ko'proq charchoqdan ham ko'ra, charchoq ham bor albatta. Mana shu emotsional, ya'ni hissiy bo'shliq bor edi. Va o'yinni startidagi 15, 20, 30 daqiqa shu bilan bog'liq ko'p ehtimol. Chunki o'yinni avvalda charchab qolish mumkin emas u. O'yinning oxiridagi charchash shunaman. Lekin o'yinning avvaldagi o'sha startdagi Barselonani o'yini chiqmasligiga sabab bu o'sha kubokdagi euforiya desa ham bo'ladi. Qisman eyforiyani ta'siri. Keyin futbolchi o'ziga kelib oldi, qarasa pishyapti. Qarasa bu haligi yarim оборотda, ya'ni yarim aylanmada yutadigan jamoa emas, qarshisida o'ynash kerak, o'ynadi. Mavsum boshida qochib gol urishlar ko'p edi Rafinyada. Bu yoqda bo'shliq bo'lardi, yetakchi jamoalarga qarshi bo'lganda ham Rafinya qochib gol urib ketgandi, lekin nimagadir menga shunaqa tuyuldimikin, qanaqadir oxirgi paytlarda Rafinya o'z darajasida emasdek ko'rinyapti. Sizningcha qanday? Mavsumni deylik ana chiziq chizadigan bo'lsak, Rafinyani eng baland nuqtasi ortda hali. Ya'ni oldinda hali u o'sha nuqtani yangilamadi o'zini rekordini. Shunaqa. Chunki eng zo'r o'ynagan vaqtlari deylik ortda qoldi. Lekin ortda qolib hali oldinda bo'lmaydi degani emas. Hozir ham lekin o'rta pozitsiyaga chiqib qoldi. Eng pasini ko'rdik biz Lotin Amerikasidan qaytgandan keyin, Braziliya terma jamoasidan Argentinaga yutqizgandan keyin u o'zida emas edi. Keyin Barselonaga qaytib ham ko'rdik-ku maydonda o'zini qanaqa tutganini. O'zi braziliyalik futbolchilar bilan bu narsa bor. Juda emotsional hisoblanishadi. Vinini ko'ryapmiz-ku. Rafiniyada ham bu narsa bor, yo'q emas. Lekin yaxshi hamki Flick uni o'ziga solib qo'ydi, ya'ni o'ziga keldi. Kecha eng zo'r darajasini ko'rsatmadi yoki undan avvalgi o'yinlarda eng zo'r darajasini ko'rsatmadi, lekin shu bilan birga butkul tashlab yubormadi. Fojia bo'lardi agar tashlab yuborganda. U masalan o'tgan mavsumdagi Rafiniyaga qaytib qolsa nima bo'ladi hozir Barselona muxlislari? Men eslayman 1 yil avval, Raporosi 1 yil avval yozda sotib yuborish kerak, shuni puliga biz yana boshqa futbolchi olamiz degan futbolchilar orasida Rafinya bor edi. Birinchi o'rinda edi. Birinchi o'rinda edi Rafinya. Va hozir endi shunaqa savol berib ko'rsangiz, hammasi Barselona muxlislari tabiiyki sizni juda siylashadi. Ya'ni u birinchi raqamli futbolchi. Oltin to'p ro'yxatida birinchi raqamli futbolchi go'yo. Shuning uchun pasayish bor. Bu o'sha ko'proq terma jamoadagi muvaffaqiyat. Endi u maksimalist, hamma maksimalist, ko'pchilik maksimalist. Hamma narsaga erishish istaydi futbolchi, lekin hayotda unaqa bo'lavermaydi. Keyingi o'yinda nimalar bo'lishi mumkin? Endi qiziqyapman to'g'risi. Mana hali ham o'sha masalan birinchi uchrashuvdan avval men nazarimda Elyor, agar Barselona favorit bo'ladigan bo'lsa, hozir bu yerda tenglashdi. Masalan, bu uchrashuvda men favorit eta olmayman. Men uzr so'ragan holatda Barselona o'yini menga yoqadi. O'yin nuqtai nazaridan, ya'ni jamoaning shakllanganlik nuqtai nazaridan Barselona birinchi raqamli jamoa Yevropada. Hozir shu kecha. Hali ham shunaqa. Kechagi uchrashuvdan qat'iy nazar. Lekin bunaqa hisob-kitob qilinmaydi-da. Mana Real Yevropa Chempionlar Ligasi finalida Liverpoolga qarshi o'yinda Thibaut Courtois 9 ta seyf qilgan. 9 ta seyf qilgan. Ya'ni Liverpool yaxshiroq o'ynagan finalda. Lekin chempion Real bo'lgan. Aytmoqchimanki, natija bor narsa baribir, ya'ni u o'yinga qaramaydi. Shuning uchun agar Inter to'g'ri o'yin quradigan bo'lsa, xuddi Ispaniyada, Kataloniyada o'ynagandek o'ynasa, nega endi yana gol urmasligi kerak? Nima to'sqinlik qilyapti unga? Yana yo'qotishlari bo'ladi Barselonani. Va Barselonaning himoyasi biz qanchalik mavsumni zo'r o'tyapti demaylik. Flick zo'r demaylik. Himoyasini nega kam tanqid qilyapmiz? Ko'p gol o'tkazib yuboryapti Barselona o'zi. Nega? Shunchaki masalan 3 ta gol o'tkazsa 4 ta gol uryapti Barselona. Mana Benfica'ni oxirgi yugurib ketgan o'yinni esladingiz-ku Rafinha. Benfica o'zi aslida bunaqa rakursdan qarasa bo'ladiki, Benfica ham 3 ta gol urdi yoki 4 ta gol urdi deb qarasa bo'ladi-da. To'g'rimi? Yoki mana Borussiya javob berishdi. 4 ta ham o'tkazib yubordi demon. Aytmoqchi bo'lganim, himoya mukammal emas. Zo'r himoyachilar bor. Kubarsi, Inigo zo'r o'ynab yubordi. Endi Kunde bilan Balde formada bo'lsa aytmasa ham bo'ladi. Lekin bu himoya 0 ga o'ynaydigan himoya emas. Bu Xavini 0 bilan 1-0 yutadigan Barselona emas. Bu shunaqa Barselonaki, sizlar qo'lingizdan kelgancha gol uringlar, biz xohlagancha gol uramiz degan Barselona. Flickni yozilmagan shiori mana shunaqa. Barselona shunaqa Barselona. Endi kecha sal o'xshamadi bu narsa. Yaxshi raqib edi. Yarim finaldan keyin PSG Barselona o'yini menimcha finalni bezab bersa kerak degan afisha ham. O'sha o'yinning qurilishi nuqtai nazaridan men ham qo'shilaman. Ispan murabbiyi ispan o'yinchilariga qarshi bilmadim qanaqa o'yin bo'lib ketadi, lekin bitta tomondan to'g'ri aytdingiz, Inter bu hujumchilari shunchaki rozi bo'ladigan hujumchilarga o'xshamadi kechagi o'yindan. Endi Lautaro nima bo'ladi? Men o'qimadim. Lautaro ham yo'qotishga. O'zi kechagi o'yinda ham Lautaroga u qadar suyangani yo'q jamoa. Aslida e'tibor bersangiz, birinchidan borligida ham men
u qadar e'tibor berdim. Balki ko'rinmas o'yinchi sifatida o'ynagandir, lekin asosiy gollarni o'sha Dumfries bu tomondan kim urgandi birinchi golni? Tyuram urgandi. O'shanda ham ko'rinmagandi-da. Balki endi bilmadim. Lekin Inter haqiqatda katta kuchga ega ekanligini ko'rsatib berdi. Sekin mana shu joydan biz e'tibor berib qo'yamiz. Taxminlar. Sizni taxminlaringiz qanday bo'ladi? Tomoshabinlar, fikrlaringiz finalga qaysi jamoalar chiqishi mumkin deb o'ylaysiz? Biz menimcha bemalol fikrlarni yozib qoldirishingiz mumkin. Xullas, sekin keyingi o'yinga o'tamiz. Ya'ni bizni keyingi e'tiborimiz bu so'nggi bo'lib o'tgan El Clasico va navbatdagi El Clasico. O'zi bu mavsum nechta El Clasico ko'rdik? 1, 2, 3, 4 ta, rasmiy 4 ta bo'ladi, ha? Bitta norasmiysi ham bor, avgustda bo'lgani. Ha. La Ligada, Super Kubokda, Kubok finalida va mana endi yana La Ligada javob o'yini. Undan ko'proq bo'lishi mumkin edi, lekin hozir ko'p bo'lsa ham qiynagan, to'g'risi. Jozibasini sal odam sog'inib ko'rgani baribir boshqachada El Clasicolarni. Balki, endi lekin shunaqa bo'lishi, hatto Yevropa Chempionlar Ligasi finalida to'qnash kelsin deyotganlar ham bor edi. Endi masalan Flick o'tkazgan klassikolar orasidagi eng yaxshi, eng og'ir klassiko shu bo'ldi. Oxirgisi ekan. Men bilmayman qanchalik qo'shilasiz. Ya'ni Real yaqin o'ynadi Barselonaga birinchi marta. Chunki avvalgilarda Barselona boshqa darajada endi. Boshqa darajada Real muxlislari xafa bo'lishmasin, haqiqat shu. Ya'ni hisob ham ko'rsatib turibdi, o'yin ham ko'rsatib turibdi. Real Madrid bu o'yinda psixologik jihatdan o'yinni boy berib qo'ydi deb o'ylayman, lekin baribir o'yinda Madrid o'zining eng kuchli o'yinini ko'rsatib berdi. Oxirgi uchrashuvlar davomidagi o'zim ham Barselonaga qarshi oxirgi o'yinlardagi eng yaxshi o'yin edim. Agar individual mahorat bo'lmaganda, mana masalan Kunde paydo bo'lib qoldi. Ikkinchi bo'limda yutib qo'yishi mumkin edi Madrid. Ancha yaqin kelgandi. Ha, qo'shilsa bo'ladi. Barselona qiynaldi. Birinchi marta Flickni Barselonasi Realga qarshi qiynaldi. Va endi bu nimalar bilan bog'liq desa, birinchidan Realni o'zida ham hammasi shokolad emas edi, ya'ni u yerda ham yo'qotishlar ko'p edi. Kylian Mbappe boshlamadi o'yinni. Himoyani ko'ryapmiz ahvolini. Hozir mana endi Barselona qanotlari ishdan chiqib Real nimani his qilganini yana bir tanasida his qiladi demoqchiman-da. O'sha kubok finalda esa ikkinchi taymda Real Madrid qo'shdi. Birinchi navbatda o'zgarishlar hisobiga qo'shdi. Endi Realni bu mavsumdagi eng asosiy muammosi deb o'ylayman, baribir o'sha jarohatlardan ham tashqari bu hujumda garmoniyani yuzaga keltira olmagan. Barselona nimaga kuchli? Yamal o'yna olmagan qaysi uchrashuvlarda Rafinha o'ynamagan Lewandowski yoki uchalasi ko'p o'yinlarda zo'r o'ynadi endi. Bular orasida uchlik degan tushuncha bor. Ya'ni uchlik shakllandi, trio deydi, trio shakllandi. Realda unaqa trio yo'q. Nomiga bor. Rodrigo, Mbappe, Vinicius triosi bor, u qo'rqinchli. Lekin butun mavsum davomida bu uchlik unaqa o'ynagani yo'q. Va asosiy muammosi shu edi. Endi buni sabablari bor, chunki ikkalasi bitta pozitsiya, o'zi uchalasi chap qanot. Shunaqa. Uchalasi chap qanot futbolchi. Endi vazifa bor edi Ancelottilarda, shuni yecha olmadi. Shu yecha olmaganda ham oxirgacha borgani o'zi men uchun juda yaxshi natija. Ya'ni bundan ham zo'r bo'lishi mumkin edi, lekin aprel, mayda ham Real hamma musobaqada imkoniyati bo'lgani o'zi qiziq tuyuladi menga. Bunaqa yo'qotish, bunaqa daraja bilan, shunaqa muammo bilan. Vinida juda pasayish. Vini haddan ziyod pasayish, endi solishtiradigan bo'lsak, o'tgan mavsumi bilan pastga quladi Vini. Chunki endi ko'p narsa sabab bo'lishi mumkin. Mana o'sha oxirgi klassikoda ham juda ko'p aldashga urinyapti, o'xshamayapti, o'tolmayapti, tezligi ish bermayapti, fintlari ish bermayapti. Ya'ni u qanaqadir qobiqqa kirib qoldi. Pasayish. Endi nima bilan bog'liq men bilmayman, qiynalaman. O'zi Vini Ancelotti kelguncha bo'lgan davrga qaytib qoldi. U shunaqa futbolchi edi. Ko'p o'tishga harakat qilardi, lekin foydasiz edi. Oxirgi klassiko shunaqa ko'zimga shunaqa ko'rindi. Keyin Mbappe tushdi, o'yinni o'zgartirdi. Kylian ham hali bir narsani qotirib qo'ygani yo'q Realda. Lekin natija jihatdan, natija umumiy jamoaviy natijasini. Lekin gollarni uryapti-da, shunisi bor. Gollarni uryapti va shunaqa kutilma mavjudki, menda har holda agar uni atrofida o'yin quriladigan bo'lsa, bir vaqtlarda Cristiano Ronaldoning atrofida qurilgani kabi, buncha qanchalik to'g'ri bunaqa deyish, bu gol mashinaga aylanib ketadi.
Hozir ham o'zi Ronaldoni ham rekordini takrorladi debyut mavsumida yaxshi natija ketyapti-yu. Ammo bundan ham yaxshi o'ynashi mumkin. Vinida esa meni bu mavsum uchun hafsalam pir bo'ldi. Shuning uchun ham o'zi Saudiyaga ketadi degan gaplar juda ko'p aytayapti va Arsenaldan uchrashuvdan keyingi holatni ko'radigan bo'lsak, muxlislar bitta katta platformada ovoz berish yo'lga qo'yishgan. Kim jamoadan ketsin degan. Shunda Vini 5-mi, 4-chi bo'lib turibdi. Endi birinchisi Valyex. Futbolchilar ham ko'rib turadimi? Futbolchilarning o'zi ham ko'rib turadimi o'sha ovoz berishga? Endi ko'rsa kerak, ular kuzatadigani ko'radi-da. Muxlislar ovoz bergan u yerga. Ochiq bo'lganda, ya'ni Real Madrid muxlislari kirib turib siz ham ovoz berishingiz mumkin. Masalan, ketsin, Vaskes ketsin, Valyex ketsin, Vinicius ketsin deganlar juda ko'p. Masalan, 100 ming odam so'rovda ishtirok etgan bo'lsa, 50 ming odam ovoz bergan, shartli. Mbappe, lekin hozir Mbappega to'xtalib o'tdingiz. Men shu bolaga bir jihatdan achindim, endi to'g'ri, birinchi mavsum, lekin narigi tomonga, orqaga bitta e'tibor qaratyapti. PSG u yoqda nimalar qilyapti? Bir xayoldan o'tgan ham bo'lsa kerak. Endi nimalar qilib qo'ydim degan fikr ham, chunki o'zi bilan bo'lishi ham mumkin-da, chunki o'tgan mavsumdagi Real bu haqiqatda qo'rqinchli edi va unga Mbappeni ta'siri yo'q edi. Mbappe o'zi umuman yo'q edi. Keldi, jamoada qandaydir hujumdagi buzilishlar bo'lib ketdi, taktika ish bermayapti, balki o'zi umuman taktikani o'zi yo'qdir. Xullas, men shunaqa o'ylayapman, Mbappe balki jamoani sal buzib ham qo'ygan bo'lishi mumkinmikan deb o'ylayapman. Mumkin. Endi bu mavsum uchun shunaqa. Ya'ni fakt shunaqaki, Mbappe bilan jamoa titul yutmayapti. Mbappesiz yutgandi. Agar shunaqa qaraydigan bo'lsa, bu fakt. Lekin bunaqa qaramagan bo'lardim. Chunki Mbappe bir mavsumlik futbolchi emas va Real ham bir mavsumlik jamoa emas. Masalan, to'g'rimi? Shunchaki Real juda ham ko'p nimani oldimizga qo'yib qo'yganda, baland qo'yib qo'ygan kutilmalarni. Marrani yuqori olishgan. Har mavsum Chempionlar Ligasi finalda bo'lish kerak yoki yutish kerak. Shu nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, balki u buzib qo'ygan va Mbappe PSG yaxshi. Lekin yana agar faktdan rast ketadigan bo'lsak, oxirigacha davom etishimiz kerak. Paris Saint-Germain Mbappesiz tarixdagi eng yaxshi natijani qayd etish uchun chempion bo'lish kerak. Chunki Mbappe bilan finalda o'ynagan. Yutqizgan, Chelsea yutqizgan. Shuning uchun hali bu Mbappe bilan bo'lgan natijani takrorlamadi. Natija jihatdan shunday. Lekin o'yinni hattan boya gaplashdik-ku, Mbappesiz quroldi. Murabbiy shunaqa, o'sha maktab. Siz Krishtianuning o'yinlarini ko'rgansiz shaxsan va keling, baribir tan olaylik, Madridda Mbappedan Krishtianu yasamoqchi ular. Ya'ni shunaqa yetakchi bo'lishini xohlayapti Mbappeni. Mbappeda Krishtianu bo'lish uchun nima yetmaydi? Nima kam? Hamma narsa bor unda Krishtianu bo'lish uchun. Ya'ni bo'ladi demoqchi emasman. Lekin masalan nima yetmasligi mumkin? Krishtianu ham kela solib birinchi mavsumida hamma yoni Chempionlar Ligasining g'olibi qilib tashlamagan, u moslashgan. Birinchidan u Krishtianu xuddi shunaqa muammoni, qizig'i xuddi shunaqa birga bir shunaqa muammo bo'lgan. Ya'ni muammo emas, voqelikka shunaqa tushgan. Chunki Krishtianu kelganda markaziy hujumchi bo'lib kelmagan. U qanot futbol sifatida kelgan, winger sifatida kelgan, keyin markazlashgan. Ayniqsa Mourinyo'ni nimasiga kelib turib, u haddan ziyod gol mashinaga aylanib ketgan. Va o'sha yo'lni bosib o'tyapti deb o'ylayman. O'zi bejiz uni kumiri ham, uni yo'li ham shunaqa bo'lmayapti. Sal kechikib keldi o'zi. Sal kechikdi. Ya'ni vaqt nuqtai nazaridan Mbappega Krishtianu bo'lmasligi uchun faqat o'zi xalaqit berishi mumkin. Xuddi masalan deylik, shu vaqtgacha kimlarga xalaqit bergan? Masalan, yangi Messi, yangi Krishtianu bo'la olmagan futbolchiga faqat o'zi xalaqit bergan. Iqtidori, jismoniy ko'rsatkichi, maydonni ko'rishi, IQsi, murabbiy bilan chiqishi, hamma narsa bor, faqat u qaysidir nuqtaga kelib turib to'yib qolmasa. Ya'ni Ronaldo to'ymasda. Ronaldo bu bilmayman qanaqa bo'lish kerak. U kecha ham ko'rdik-ku, videosini mana qo'yib yuborsam bo'ladi. Yutqizdi, Osiyo Chempionlar Ligasi yutqizdi, o'ziga o'zi gapirib yuribdi-da maydon. U futbol jinnisi-da, u. Telba. Futbol ichida yashaydigan devona deymizmi? Devona so'zi telbadan ham ko'proq chiqadi. Devonasi. Majnun sifat o'yinchi. Shunaqa futbol, shunaqa. Endi o'ziga shunaqa talab qo'yadi. Mbappeda shu talab u darajada emas, hali shu darajaga ko'tarish kerak birinchidan, keyin yo'qotib qo'ymaslik kerak. Endi u oltin to'pni olmadi. Hali u rasman dunyoning eng zo'r futbolchisi bo'lmadi. To'g'rimi? Ronaldo bo'lgandi bu yoshigacha. Shuning uchun u intiladigan narsalar bor. Masalan, bitta inson har bir kasbda bo'lsa,
kimdirga qarab intiladi. Qanaqadir marrasi bor. O'sha kimdir yoki qanaqadir nuqta bor. Kylianda shunaqa nuqta, Cristiano Ronaldo. Men qanaqadir kamchilik unda ko'rmayapman. Shu narsa xalaqit hammasi yetarli, faqat bitta narsa to'xtab qolmasligi kerak. Hali to'xtab qolishga sabab ham yo'q. Chunki masalan aytsaki, u Chempionlar Ligasini yutdi, oltin to'pni oldi, taxlab tashladi. Endi to'xtaydi, to'xtab qoladi degan xavf yo'q unda hali. U isbotlash kerak bo'lgan hamma narsa, juda ko'p narsa bor. Mana shu Barselonani Barselona kuchli davriga to'g'ri keldi. Agar zo'r bo'lsa, Kylian Mbappe keyingi mavsumda isbotlasin, yutsin shu Barselona o'zini Real bilan. Mana sanki challenge, Kylian Mbappega challenge. Agar rostdan ham Cristiano Ronaldoni merosxo'ri bo'lsa yoki futbol tarixida shunaqa nom qoldirmoqchi bo'lsa, o'sha darajaga chiqmoqchi bo'lsa, mana imkoniyat. U Barselona shunaqa kuchli Barselonani yengsin. Juda ham zo'r maqsad, juda ham zo'r, haligi nima deydi, intilsa bo'ladigan haqiqiy motiv. To'ppa-to'g'ri. Menimcha klassiko mavzusiga ham yakun yasasak bo'ladi. Yana bitta narsa akalar. O'yindagi eng bahsli holatda bu, hattoki shu Xayrullo akalar ham chiqib o'zlari fikr munosabat bildirib o'tdilar. O'yindagi ikkita vaziyat borki, bu baribir natija nuqtai nazaridan agar oxirigacha borsa ta'sir qilar. Mana ko'rganlar biladi. Ya'ni birinchi vaziyat bu Valverdening qo'liga tekkani. Ikkinchi vaziyat bu Kubarsini libosidan tortib qolingan vaziyat. Adashmasam unda Ceballos edi, libosidan tortib qolgan. Mayli, kimligini ahamiyati yo'q, lekin libosdan tortildi va ikkala holatda ham menimcha VAR tizimi e'tibor qaratmasdan o'tib ketdi. Shu holatlar bo'yicha sharhlovchi sifatida fikringiz qanday? Birinchisida ikkala tomonga ham qaror berish mumkin edi. Tayanch sifatida tashlangan qo'l hali tayanchga ulgurmagan, ya'ni tayanch ya'ni o'zini saqlash uchun ushlash uchun baribirchi masalan majburdi sizda qo'lingizni tashlashga. Endi buni ham har xil traktovka qilishadi. Men hakam emasman. Va hakam bo'lish orzu ham qilmayman. Ya'ni juda qiyin ish. Juda qiyin ish. Sharhda bo'lganimda men izohsiz qoldirardim buni. Odatim shunaqa, ya'ni juda bahsli bo'lsa ham, ya'ni yaqqol bo'lmasa, masalan kimdir qo'li bilan voleybol o'ynasa endi aytamiz, bu voleybol deymiz, lekin u voleybol emas edi. U 50-50 edi, bersa ham sabab bor edi, bermasa ham sabab bor. Kubarsini ushlab qolingani, u agar o'sha libosdan tortib qolish bo'lmaganda, u gol urishi mumkin edi. Shu nuqtai nazardan balki o'sha joy xato bo'ldi ko'p ehtimol. Men juda xohlamagan bo'lardim, bu nima deydi, biror jamoaga bog'liq narsa deb. Ya'ni biror jamoa bosim, masalan, ko'pchilik aytadi, Real shu bosim qildi, uchrashuvdan avval shu hakamlar mavzusini ko'tardi, hakamlar ham bunga munosabat shuni bosimi bo'ldi va deylik o'sha De Burgos hamda uni Vardagi yordamchisi shu qarorlarni qabul qildi. Aslida uchrashuv davomida ikki tomonga ham shu narsa qarorlar qabul qilindi. Hozir men endi detalnimi to'xtalib o'taman, lekin sizning savolingizga men shunaqa javob beraman. Ya'ni ikkinchisida bor edi. Keyingi o'yin qanaqa bo'lishi mumkin? Nima deb o'ylaysiz, Orif? Yana El Clasico bor oldinda. Ahamiyatliimikin yoki? Tabiiy ahamiyatli, bu juda ham muhim uchrashuv. Bu ham Montjuikda bo'ladi va men nazarimda kamida shu kubok final darajasidagi o'yin bo'ladi. Ya'ni ikki tomonlama o'yin bo'ladi. Realni yo'qotadigan narsasi. Faqat bitta narsa, Real kim bilan boradi u o'yinga? Shu meni ko'proq o'ylantiryapti. Ya'ni Ancelotti bilan borgani yaxshi edi. Boshqa murabbiy Solari yoki yana boshqa murabbiy bilan borgandan ko'ra. Endi bu yoq Peresga bog'liq. Qanday borishi ham muhim, chunki Celta bilan uchrashuv bor. Undan oldin Celta bilan o'yin qiyinroq o'tishi taxmin qilinyapti. Qaysiki o'sha Barselonani Valladolidga qarshi o'yiniga nisbatan shunaqa. Endi biz hamma Yevropa grandlariga to'xtalib o'tdik, lekin baribir asosiy bizga xursandchilikni taqdim etgan o'yin bu 17 yoshgacha bo'lgan yoshlar o'rtasidagi Osiyo Kubogida aynan ukalarimizni g'olib bo'lganligi. Bu o'yindan ham siz boshidan ko'rgansiz, bilamiz. Va shu o'yindan ham ularni chempion bo'lishi kutilganmidi? Nima deb o'ylaysiz? Ha, kutilgandi. Ya'ni guruh bosqichidan keyin bordim. Men ayniqsa o'sha Saudiya Arabistoni bilan guruh bosqichidagi 3-tur uchrashuvdan keyin biz uni televideniya hovlisida bitta hamkasb bilan ko'rishib qoldik va so'radi. O'sha endi xotiramda qolganida, ishonch aytmoqchiman o'sha payt. Chempion bo'lamizmi dedi. Men chempion bo'lamiz. Bu bola chempion bo'ladi dedim. Ya'ni bordi shunaqa ishonch. Chunki har bitta uchrashuvda tafovut bilan yengayotgandi, ishonch bilan yengayotgandi va jamoaviylik bor edi. Jamoaviylik bor. Sezilib turgan. Ya'ni endi tushunish uchun aytaman, bular 17 yoshli jamoa, lekin mental 23 darajasida o'ynadi-da. Mental. Ya'ni fikrlash, uzatmalar, jismoniyat ozgina pastroq bo'lishi mumkin. Yugurish, boshqa ko'rsatkichlar.
lekin fikrlash nuqtai nazaridan kamida 23 darajasida o'ynadi. Intellekt nuqtai nazaridan. Intellekt, ya'ni butun jamoaviylik, ya'ni bitta odamning intellekti boshqa narsa. Siz juda ham aqlli bo'lishingiz mumkin, juda ham baland salohiyatingiz baland bo'lishi mumkin, lekin siz futbol maydonida bitta o'zingiz ko'pincha hech narsa qila olmaysiz. Va bu tarkibda shunaqa intellekti baland futbolchilar juda ko'p. Aksariyat shunaqa. Va biz buni sharhlarda ham aytdik boshqa. Final o'yini butkul boshqacha ssenariy bilan kechdi. Finalda 9 kishi bo'lib, baribir yakunda chempionlikni qo'lga kiritishdi. 9 kishi qolgan holatida siz kuzatganmisiz shunaqa 9 kishi qolgan holatda qaysidir jamoa g'olib bo'lib ketganligini tarixda o'zi umuman sharhlagan o'yinlaringizda? Ular hisoblab chiqarishibdi, o'sha ko'rishibdi. Faqat endi o'yinlar deyarli rasmiy bo'lmagan, jiddiy bo'lmagan uchrashuvlarda bu final. To'g'ri, buni ham kimdir aytishi mumkin, bu yoshlar o'rtasida deyish mumkin. Lekin baribir finalligi bor va mezbon mamlakatga qarshi o'ynayapsiz. Va birinchi taymni o'zida siz ikkita futbolchi kam bo'lib qolyapsiz. Bu juda ham nodir narsa. Masalan, bo'lganmi, bo'lmaganmi, internet paydo bo'lgan yoki televideniya paydo bo'lmagan davrlardan oldin ham futbol bo'lganda. Shuning uchun biz bilmaymiz. To'g'ri, endi qizil kartochkalar keyin kirib kelganim balki demoqchiman. Ya'ni buni hozir muhim emas. Bitta narsa muhim, bunaqasi har kuni bo'lmaydi. Har kuni futbol o'yinlari bo'ladi. Har kun chiroyli gollar kiritilishi mumkin. Har kuni, hatto kechagi Barselona Inter uchrashuvi ham har kuni bo'lishi mumkin. Qo'yib bersangiz. Lekin har kuni siz final ko'rmaysiz, bu bir, va har finalda siz bunaqa ssenariy ko'rmaysiz, bu ikki. Shuning uchun men o'ylayman, bu juda ham nodir o'yin. Mana shunaqa xarakterdagi yoshlar bilan, shunaqa siz aytgandek intellektdagi yoshlar bilan biz menimcha kelajakda katta natijaga erisha olamiz, terma jamoamiz. Endi juda nozik masala bu. Ya'ni bu futbolchilar yo'qolib qolmaslik masalasi bor. Shu biz aytayotgansiz, hammamiz butun mamlakat xursand bo'lgan, maqtaganimiz futbolchilar agar rostdan ham kutilmalarimiz to'g'ri bo'lsa, salohiyati katta bo'lsa, IQ deymiz, mana intellekti baland bo'lsa, intellekt shunaqa narsa, bu faqat hali Wikipedia ma'lumotlari emas, faktlar emas. Bu tushuna olish vaziyatni. Va bu futbolchilar tushunish kerak bo'lgan bitta narsa bor. Bulardan ham yaxshiroq bo'lgan terma jamoalarimiz yoshlar o'rtasida bo'lgan bo'lishi mumkin. Natija o'laroq hali bular chempion bo'lishdi. Lekin jahon chempionatida chorak finalga yetib borgan terma jamoamiz bor. Shuning uchun hali bularning oldida birinchidan vazifasi bor. Ikkinchidan, hatto o'sha jahon chempionatida ham chiqsa, professional futbolda yo'qolib qolgan. Mana kim hamkasblarimizdan Muhrim A'zamxo'jayev qildi, o'sha eslab o'tdi. Muhrim aka o'zi nima bo'lgan ekan o'sha terma jamoada, ya'ni yo'qolib ketganlar. Va bu nafaqat o'zbek futbolini, bu istalgan. Biz endi o'zimizni futbolni yaqindan kuzatganimiz uchun yuragimiz og'riydi aytamiz. Lekin Fransiya terma jamoasining U17 bilan Fransiya terma jamoasini, masalan, bundan 10 yil oldingi U17 bilan hozirgi Fransiya terma jamoasini solishtirsangiz, juda ko'p futbolchilarni ko'rmaysiz u yerda. Bu yo'qolib ketish bir tarafdan tabiiy, lekin futbolchilar o'zi his qilish kerakki, yo'qolib ketmaslik, o'zi alohida, o'zi uchun yo'qolib ketmaslik kerak. Buning uchun nima qilish kerak? Albatta, futbol ichida yashash kerak. Oraliq muvaffaqiyatlardan o'zini yo'qotib qo'ymaslik kerak. Bu oxirgi nuqta bo'lib qolmaslik kerak. Shuning uchun men kelajakni so'raganim uchun aytayapman buni. Istayman shu Hasanov, shu Rustamjonov, Rustamov, Aliyev, Sarsenbayevlar terma jamoamiz darajasiga chiqishini va jahon chempionatlarida muntazam o'ynasin. Top klublarga ketsin. Abduqodir Husanovga o'xshab Angliya Premyer Ligasining klublariga borsin. Imkoniyati bor. Futbolda to'xtab qolish kerak emas. Futbolda isbotlaydigan narsalar juda ko'p. Masalan, biz Braziliya bo'lsa ekanki, biz Ronaldoni berganmiz, Peleni berganmiz. O'zbek futboli uchun hali erishilmagan nuqtalar juda ko'p. Maydon keng. Juda keng. Shuning uchun bu futbolchilar to'xtab qolmasin, kelajak haqida juda ehtiyot bo'lib gapirish kerak. Men istayman shular. To'xtab qolmasin va to'xtatib qolishmasin har xil tadbirlar bilan shu tomonda ham. Endi bu ham bor. Masalan, men ham jurnalistman. Siz ham jurnalistsiz. Men ko'rsatuv qildim. Hammasini kontakti bor. Topsam bo'ladi. Endi yo'q bo'lsa ham topsak bo'ladi. Chunki matbuot xizmati juda ochiq. Federatsiyada Davron aka boshchiligida yo'q deyishmaydi. Lekin masalan men chaqirmadim. Bu noto'g'ri deb bildim. O'sha terma jamoa bilan birga borgan media vakili bilan terma jamoa haqida endi suhbat qildik biz. Humoyun Oripov bilan. Humoyun Oripov menga juda batafsil ham gapirib berdi. Uncha futbolchimizdan yaxshiroq ham gapirdi. Bu futbolchilar hozir tabiiy kimdirlar intervyu oladi, tadbirlar qilishadi, boshqalar bu narsani siz taqiqlab qo'ya olmaysiz. Lekin me'yorni va hattoki bu narsalar yuz bersa ham chiqib ketishni bilish kerak. Ya'ni shuni o'zini yo'qotib qo'ymaslikni bilish kerak. Shuning uchun to'xtatib qo'yishmasin va o'zida baribir Elyor to'xtab qolaman degani shart emas, tadbir yurmasdan ham to'xtab qoladi. To'xtamaydigani bo'lsa, to'xtamaydi. Yaxshi aytdingiz, o'tgan kuni bir joyda ko'rishgandik. Hasanov bilan shu oxirgi golni urib ketgan ukamiz bilan Sadriddin bilan gaplashganimizda
intervyu beryapsizlarmi desam, yo'q, intervyu bermayapmiz dedi. Nimaga desam, Islom aka ruxsat bermayaptilar dedi. Men aytdim, rahmat dedim. Islom akaga rahmat deb qo'ying va shu Islom akani aytgan gaplaridan chiqmanglar, iltimos dedim. Va olmadim, to'g'risi, Sadriddin bilan yana bir sheriklar bor edi, ikkalaridan ham intervyu olmadik va murabbiyning qarorini hurmat qildik. Bu haqiqatda hurmatga loyiq. Nasib etsa mana shu ukalarimiz va yaqinda hali keyingi oyda o'yinlar bor. Natijalarni erishib, akalarimiz ham terma jamoa egalari ham jahon chempionatiga chiqib bizani bir xursand qilishsa menimcha yaxshi bo'lardi. Yevropaning o'yinlari u bo'laveradi. U biz haqiqiy muxlisligimiz baribir mana shu terma jamoaga kelganda bilinadi. Xo'p, menimcha mavzuyimiz hammasini muhokama qilib chiqdik. Bitta narsa qiziq menga, qisqa tarzda shunga ham to'xtalib o'tsak, vaqtingiz bormi 2 daqiqa? Menga qiziq narsa, mana masalan, sharhlovchilik neytral bo'lishi kerak deyiladi-yu. Bu narsa aniq qoida bo'yicha yozib qo'yilganmi? Neytral bo'lish shartmi? Misol uchun bir tomonga o'tib yoki bo'lmasam siz keyingi tomonga boshqa bir jamoani raqibi o'sha jamoaga muxlislik qilgan kommentator birgalikda ishlash imkoniyati yo'qmi? Ha, bu narsa sharhlovchilar to'g'risidagi kodeksning 27-moddasi 1-bandida ko'rsatilgan. Diyomiyman, bunaqa kodeks yo'q. Yo'q, shuni tushunyapsizmi? Ya'ni bu narsa yozilmagan. Men ham qidirdi hozir shu kodeks. Yo'q, ya'ni bu narsani kitobi mavjud emas. Qonuniy nuqtai nazardan demoqchiman-da, tartib taomil. Lekin shakllangan maktablar bor. Maktablar, odatlar bor, shakllangan yo'nalishlar bor va bunga sharhlovchilar O'zbekistonda amal qilishadi. Ko'p sharhlovchilar amal qilishadi. Amal qilmaslik bu qonunan taqiqlanmagan qandaydir bir yomon narsa emas. Ya'ni aytmoqchiman, neytral bo'lmasdan muxlis bo'lish, agar shu nazarda tutayotgan bo'lsa, muxlis bo'lib sharhlash mumkin. Mana ham muxlis bo'lib sharhladim o'sha U17 finalida, bu tabiiy. Bu yerda neytral bo'lishingiz o'zi noto'g'ri. Yo'q, emas, noto'g'ri. Masalan, milliy jamoangiz o'ynayapti. Albatta. O'zingizni vatandoshlaringiz qiyin. Lekin masalan, Yevropa klublari, endi asosiy masala shunda. Yevropa klublari o'ynayotgan ikkita katta klub, ikkalasining ham muxlislari, O'zbekistonda ham 10 minglab, 100 minglab muxlislar bor. Shunda siz neytral turishingiz kerak. Endi neytralni kim o'lchab beradi? Real muxlisi o'lchab beradimi yoki Barselona muxlisi o'lchab beradimi? Kim o'lchab beradi? Bu juda ham qiyin. Ya'ni Real muxlisiga tabiiyki sharhlovchini fikrlarida u nima deydi, o'zini jamoasiga qarshilikni topaman desa. Chunki Real yomon o'ynasa, xato qilsa himoyachi, masalan deylik. Realni shartlayapman, hali Barselonani ham ishlataman. Xato qilsa, shuni ham sanab o'tirishadi lekin. Xato qildi. Masalan, menda bo'lganda sharhlarim birinchi boshlagan yillarimda Messi to'pni to'xtata olmasa, Lionel Messi to'pni to'xtata olmadi, juda oddiy vaziyatda. O'yindagi voqea, to'g'rimi? Sharhlovchining vazifasi sharh qilish. Televizorga qaramasdan ishi bilan shug'ullanib o'yinni ko'rayotgan bo'lsa, nima bo'layotganini aytib berishingiz kerak. Qoida bo'yicha. Lionel Messi to'pni to'xtata olmadi deysiz, oddiy vaziyatda. Shunda sizni Ronaldochiga chiqarishadi o'z-o'zidan va anti-Messichiga chiqarishadi. Yo'q, do'stlar. Bu oddiy narsa, u to'xtata olmadi shunda. Chiroyli gol urdi. Real shuni ortidan. Lionel Messi aql bovar qilmas gol urdi. Bunaqa golni takrorlash qiyin. Ta'rif beradi, shartli yana. Endi siz Messichisiz va anti-Ronaldochisiz. Bu narsa endi men tushunaman, bizning kasbimiz sharhlovchilik omma, ya'ni juda ko'p futbol muxlislari, insonlar ko'rsatadigan kasb hisoblanadi o'rtada. Xuddi aktyor, deylik, boshqa shunga o'xshagan nimaga o'xshagan va feedback bo'lish tabiiy. Va bu fikrlarni har xilligi ham tabiiy. Va o'sha Real muxlisini ham tanqid qilayotgan tushunaman. Haqorat bo'lmasa, boshqa qilmasa tushunaman. Va haqqi bor shunaqa deyishgan. Ya'ni sharhlovchini shunaqa deb hisoblashgan. Men uni taqiqlamayman, boshqa qilmayman. Endi uni o'zini qarashi, shunaqa ko'ribdi, nima qilamiz. Lekin neytral bo'lish bizning shakllanib kelgan maktabimiz. Axbor aka, Imomxo'jayev, Axbordod Imomxo'jayev, Mirza Hakim aka, Davlat aka, rahmatli Turdaliyev. Endi bu yog'i bizni o'zimizni bevosita ustozlarimiz, Davron aka Fayziyev, Xayril aka Hamidov, bular shu maktabning nimalar? Neytrallik degani ikki yoqqa ham ko'z yumish, ikki yoqqa ham bor narsani sharhlash va o'tib ketmaslik. Ya'ni muxlislik qilmaslik degan. Ya'ni deylik Barselona hujum qilish kerak, Barselona oldinga o'tish kerak, gol urish kerak. Nima desam, bir tomonga bitta emotsiya berib, ikkinchi tomonga boshqacha emotsiya berishmas. O'yin davomida chiqadi. Masalan, Barselona 2-0 hisobda ortda qolyapti. Intriga nuqtai nazaridan o'zi sharhlovchi intrigaga va chiroyli futbolga muxlislik qiladi. Men shunaqaman.
Mana shunaqa chiroyli futbol qachon chiqadi? O'sha ikkita tomon emas. Biz ham kechagi 3-3 ga o'xshagan. Men orzu qilaman shunaqa o'yinlarni sharhlashni. Ya'ni sharhlovchi sifatidagi meni orzuyim bu finallar emas. Finallar ham bo'lishi mumkin. Shoularni Mana shunaqa 4-4, 3-3 haligi yonib ketadigan o'yinlar bo'ladi-yu. Bu mana shu orzuyim. U kim o'ynashi farqsiz. U yerda Real o'ynaydimi, Liverpool, Ipswich o'ynaydimi, Leganes o'ynaydimi, menga farqsiz. Men uzoq yillar davomida va hozir ham shunaqa o'yinlarni sharhlayman. Ya'ni Leganes, Celta 4-4 bo'lgan o'yinlar bor. Ular zavqli bo'ladi. Bilmaydi uni, ko'pchilik bilmaydi. Lekin bu dahshat o'yinlar bo'lgan. Xuddi kecha Inter Barselonadagi o'yin bo'lgan. Faqat u yerda endi yulduzlar yo'q bo'lgan. Shunaqa o'yinlarni maza qilaman. Shuning uchun neytrallik, xolislik talab qilish yaxshi, to'g'ri, lekin xolis bo'lib xolislikni talab qilish qiyin-da. Oxirigacha qo'yib bersa, masalan, bir o'yinni ko'rib xulosa qilish noto'g'ri. Masalan, bir o'yinda Barselona juda ham o'ynab o'rgan bo'lsa, biz uni o'yin davomida yomon o'ynadi degan bo'lsak, bu degani biz anti-Barsa emas deganimiz. Chunki qaysidir o'yinda Realda ham shunaqa voqea bo'ladi. To'la tasvirni ko'rmang, ya'ni nima bor? Tushuncha bor. Katta kartina, tasvir, surat bo'lsa, o'sha bir qismini ko'radi odatda muxlislar va bu tabiiy, chunki o'zini jamoasining o'yinini ko'radi. Masalan, meni Barselona muxlisi deylik, Liverpool o'yinini sharhlaganimni ko'rmagan. Kecha bittasi yozyapti, Orif Tolipov Liverpool muxlisi deyapti. Chunki nimaga? Liverpool zo'r o'ynagan, men maqtaganman, Salah eng zo'r futbolchi deganman, ehtimolda. Va shuning uchun men Liverpoolchiga chiqqanman. U o'yini emotsiyasi. Maktablar bor, maktablarga amal qilib kelamiz. Asosan O'zbekistonda shunaqa qiyin, men tushunaman, muxlislarni ham tushunaman. Ya'ni hammaning haqqi bor, kimdir nimadir deb hisoblashga, ya'ni o'sha chegarada bo'lsa tabiiyki. Lekin mana savol so'raganingiz uchun aytaman. Men bilgan juda ko'p sharhlovchilar, aksar hamma sharhlovchilar deyarli pozitsiyani ushlashga harakat qiladi va buni samimiy qiladi. Masalan, rus sharhlovchilarda ham shunaqamikin yoki o'zi chetda sharhlovchilarda? U yerda ham shakllangan har xil maktablar bor. Masalan, bor Yelagillar, katta Maslachenkalar maktabi bor. Ular ko'proq bizni nimaga o'xshaydi. Men endi adashmasam, rus sharhlovchilar. Chunki bizda nimaga rus deyapmiz darhol? Xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Shunaqa bir davr bo'lgan, o'zbekcha sharh deyarli o'rtada bo'lmagan. Va o'zim ham ruscha sharh ko'rib, nima deydi? Sharhi ko'p kuzatgan davrlarim bo'lgan. Shuning uchun olamiz endi boshqa. Lekin ularda ham bor shunaqa maktab, neytrallik. Hozir ko'proq masalan katta o'yinlarga ikkita sharhlovchi qo'yishadi. Bittasi masalan deylik shartli Realchi, bittasi Barselonachi bo'ladi. Va bu normal qabul qilinadi. Xuddi o'sha oshna og'ayni bilan ko'rganda ikkalasi faqat shu madaniy chegaralarda bir-biri bilan bahslashib, boshqa qilib, chiroyli qilib o'tkazishadi. Bu ham normal, bunaqa qilsa ham bo'ladi, hech kim nima qilmaydi. Lekin O'zbekistonda bunaqa hali shakllanmagan. Uning uchun men boya ham aytdim, sizga efirdan avval, ya'ni bozor katta bo'lish kerak-da. Bizda O'zbekistonda o'sha teletranslyatsiyalarda doim yo bitta o'yinchi bo'lgan, yo ikkita o'yinchi bo'lgan. Aynan teletranslyatsiyalarda. Bo'lsa-ki, mana Angliyaga o'xshab Sky Sports yoki yana mingta boshqa kanal, men hatto bilmaydigan kanallar ko'p ko'rsatsa va ular tanlovi bo'ladi. Masalan, hattoki bitta kanalni ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi anaqalari bo'ladi. To'lqinlari bo'ladi va bir vaqtda turli xil sharhlovchilar bilan kuzatish imkoni bo'lishi mumkin. Tanlab oladi. Bizda ham sekin-sekin bo'lyapti shunaqa narsa. Shunaqa bo'ladi. Endi hozircha bizda shunaqa. Boshqa mamlakatlarda esa buni imkoni bor va buni tabiiy qabul qiladi tomoshabinlar. Bizda qabul qila olmaydi. Masalan, biz deylik, hozir bitta Barsachi, bitta Realchi. Birinchidan o'z sharhlovchilar unaqa emas-da. Ya'ni Barsachi, Realchi sharhlovchi yo'q-da, faqat Murod aka ochiq o'zi aytadi ham og'zi bilan. Shuning uchun men ayta olyapman-da. Hozir Murod aka aytmaganda men ham ayta olmasdim. Qolganlarda unaqa yo'q. Hammada men aytaman, futbolga kirib kelishda yaxshi ko'rgan jamoasi bor. Mana menda Manchester United. Men birinchi futbol ko'rganim 9 yoshimda Manchester United Arsenal o'yinini ko'rganman-da. United 6-1 ga yutgan, shuning uchun men Manchester Unitedni yaxshi ko'rib qolganman. O'zimga bog'liq bo'lmagan, endi bola bo'lganmiz-da. Keyin 2008-yilgacha, 16 yoshimgacha men Manchester United muxlis bo'lganman. Undan keyin o'zim umuman futboldan uzilib qolganman, boshqa nima. Keyin o'zi menga qiziq bo'lmaydi. Va Angliya Premier Ligasini o'zini yaxshi ko'rganman. Ya'ni o'sha aytganimdek Bolton, Sunderland, Birmingham, mana shu butun Angliya Premier Ligasi olamini yaxshi ko'rib qolganman. Menga qiziqmasdi kim chempion bo'ladi va qanaqa chempion bo'ladi. O'sha Angliya Premier Ligasini o'zi muxlislari biladi. Masalan, ligalarni yaxshi ko'rgan muxlislar men nima deyotganimni tushunyapti. Shuning uchun vaziyat shunaqa, mavzu katta-yu. Shunaqa, endi men bu savolni berganim to'g'risi ko'pchilik ayniqsa Davron aka bilan Xayrullo akada o'sha o'zlari izoh bildirib, fikr bildirib chiqqanlarida ko'ramiz. O'sha negativchilar deydilar. Negativchilar kim? Bular
o'sha sharhlovchilarni bir tomonda ko'rishadiganlar bu negativ fikr bildirishadi degan fikr keldi. Shuning uchun o'yladimki, balki o'sha bizni kuzatayotgan, sharhlovchini kuzatayotgan tomoshabin sharhlovchini aniq qaysi pozitsiyada, qaysi tomondaligini bilib turib kuzatsa, balkim keyingi safarda yozganning foydasi yo'qdir deb negativdan sekin qocharmidi degan men fikr siz paydo bitta bo'ldi. tomoshabin misolida aytyapsiz-da. Ya'ni shartli Abdulla misolida aytyapmiz. Shartli Abdulla. Abdullani fikrini o'zgartirishingiz mumkin, lekin Abduqahhor fikrini o'zgartira olmaysiz. Abdumajid fikrini o'zgartira olmaysiz. Dostonni fikrini o'zgartira olmaysiz. Juda ko'p, ya'ni siz men bejiz aytmadim. Bu kasb, ya'ni bizning kasbimiz, hatto sizning kasbingiz ham jurnalist sifatida, hamma omma bilan ishlaydigan kasbda siz nuqtali odam bilan ishlasangiz xato qilasiz. Ya'ni palonchini fikrini o'zgartiraman, pistonchini fikrini o'zgartiraman desangiz, bu sizning xatoyingiz. To'g'ri hisobga olish kerak. Ya'ni umumiy hisob, agar sizni deylik xatolaringiz aytayotgan bo'lsa, bu juda ham zo'r. Va buni hisobga olishingiz kerak. Doim siz o'sha kuzatib borishingiz kerak va o'zingiz tanangizda his qilishingiz kerak, nima xato qilyapsiz, qayerda xato. Lekin aynan o'sha palonchi istagani uchun, palonchi shunaqa komment yozgani uchun men muxlis bo'lishim kerak ekan yoki muxlis bo'lmasligim kerak ekan deyishingiz noto'g'riki. Palonchidan boshqa ham yana minglab palonchilar bor, tushunyapsizmi? Ya'ni keyingi safar u boshqasini xohlaydi. Siz bir-biriga bog'lanmagan. Bu ular bitta Xalqlar do'stligi saroyida yig'ilib ham futbol ko'rmaydi. Butun O'zbekiston bo'ylab ko'radi. O'zbek zabon juda ham katta. Tojikistonda, Qirg'izistonda, Amerikada hamma joyda kuzatishadi o'zbeklar ko'p. Va siz ularni hammasiga baribir yo'l topasiz. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l neytral bo'lish. Eng to'g'ri yo'l neytral bo'lish va uni ushlab qolish. Qiyin, oson emas. Lekin mana shu bizning ustozlarimiz ko'rsatgan yo'l, Davron aka ko'rsatgan yo'l, Xayrilla aka ko'rsatgan. Endi ularni o'ziga ham kimdir san palonchi muxlissan, pistonchi muxlissan deb aytayotgan bo'lsa, nima desam ekan, bu ko'proq muxlislarni o'zini qarashi deylik, mayli muammosi demaylik, qarashi. Va bu qarash tugal qarash emas, bu sud hukmi emas. Masalan, kimdir Xayrilla akani Realchi deyotgan bo'lsa yoki Barsachi deyotgan bo'lsa, unaqa emasligini men bilaman, Xayrilla aka biladi. Juda ko'p boshqa tomoshabinlar biladi. Faqat bitta qiziq nuqta bor, Elyor, buni ko'p joyda aytganman. Negativ bo'ladi-ku, negativ emas, masalan, qarshi fikr. Tanqid matnga aylanishi oson. Masalan, kimdirning sharhi sizga yoqmayotgan bo'lsa, xato qilyapti deb hisoblasangiz yoki juda jahli chiqarsa, yozasiz siz. Kuzatuvchi sifatida, ezvording yoki paloni deb piston yozasiz. Lekin sizga yoqib turgan bo'lsa, neytral bo'lsa, ishini qilyapti-da deysiz. Ishini qilyapti-da deysiz. U oxirgacha siz majbur qilishingiz kerak, ya'ni zavqlantirib yuborishingiz. Yamaldan yaxshi sharhlash, ya'ni Yamaldan ham o'tib ketishingiz kerak. Mana kechagi sharhda sharhlovchining qaysidir sitatasi, mana Xayrilla akani Instagramga qo'yadilar o'zlari. Aytgan gaplari iqtibosga aylanyaptimi? Men Xayrilla aka Yamaldan ham zo'r o'ynabdi. O'zini mashhur Yamaldan ham zo'r bajaribdi. Dumfriesdan ham zo'r bajaribdimi? Shunaqa qila olyapti. Bu juda ham qiyin narsa. Buni shu kasb ichida yurganlar biladi. Ya'ni bir odamga sizni sharhda gapirgan gapingizni yozdirish, ya'ni ta'sirlantira olish juda qiyin narsa. Va buni uddalayapti hamkasblarimiz. Oz, kam, men ideal demayman. Sharhlarimiz qayerdadir juda yomon sharhlarimiz bor, boshqa. Lekin men shukr qilaman, juda ham muvaffaqiyatli o'sha futbolchilar darajasida, futbolchilar zo'r futbolchi deya qolmaydigan sharhlarimiz ham bor. Yaxshi, vaqtimiz menimcha ham joyiga keldi, ham foydali ma'lumotlar bilan boyidi. Rahmat sizga. Bugun menimcha hamma mavzuga, ya'ni aktual bo'lgan hamma mavzuga to'xtalib o'tdik futbol doirasida va keyingi haftalarda biz bugun qilgan taxminlarimiz ko'ramiz qanchalik o'zini oqlaydi. Sizning fikrlaringiz, sizning taxminlaringiz esa izohlarda qolyapti va siz ham bemalol o'sha o'yinlardan keyin ko'rib kuzatib borishingiz mumkin. Darvoqe, like bosish, obuna bo'lish va yaqinlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin deymiz. Yana keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishamiz. Buguncha shular. Sizga rahmat. Sizga rahmat. Sizlaringizga omad tilaymiz. Hozircha bori shu, ko'rganda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Rahmat sizga. Borib charchamang, ishingizga omad. Havo issiq tashqarida. Mana shuni olasiz. Tashqarida yonib yotibdi havo. Bemalol olib, maza qilib salqingina iste'mol qilishingiz mumkin. Rahmat.